Assalomu alaykum. Bugun Nearpod haqida ma'lumot olar ekanmiz. Nearpod o'zi nima? Nearpod bu interaktiv ta'lim platformasi. Bunda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun jonli darslar, virtual ekskursiyalar, testlar, loyihalar va boshqa interaktiv kontent yaratish imkoniyatini beradi. U asosan maktablar, universitetlar va kasbiy ta'lim sohasida qo'llaniladi. Nearpodning sahifasi mana nearpod.com. Endi bunda biz teacher, ya'ni o'qituvchi bo'lib kiramiz. Chunki deganda biz hozir yangi narsa yaratishimiz kerak. Yangi o'quvchilar uchun video darslar tayyorlashimiz kerak, quyida tayyorlashimiz kerak. Endi bu bepul versiyasi bo'lgani uchun bir necha imkoniyatlari bepul versiyasida yo'q. Buni login qilayotganimizda Google orqali login qilamiz. Men logindan o'tganman. Mening saytim o'tgan. Endi bu bizning akkauntimiz. Bu yerda mening darslarim, my lessons, my profile, mening profilim, reports. Bu ma'lumotlar, bu maktab kutubxonasi. Bu Nearpodning kutubxonasi. Nimalar bor? Nimalar, kimlar videolar chiqargan, shular haqida. Endi bunimiz jonli, live webinar o'tkazish uchun sayt. Ya'ni Nearpodning bir funksiyasi. Endi biz oddiy bir create lesson qilib ko'ramiz. Yangi dars yaratib ko'ramiz. Bu add content qo'shish, add quick slide yaratish, upload your own files, faylni yuklash, create quiz yaratish. Endi biz boshlang'ich bo'lgani uchun quiz yaratib ko'ramiz. Bu yerda bir necha xil quizlarni keltirgan, bir necha quizlarni keltirgan. Endi biz quizga boshidagi quizga nom beramiz. Masalan, front-end haqida ma'lumot. Front-end haqida quiz. Front-end haqida quiz. Endi yaratildi. Bunga masalan birinchi har birini ko'rib chiqamiz. Birinchisi multiply choice. Bunda savol kiritamiz, to'g'ri javobni kiritamiz. Masalan, what is React? React nima? What is React? Birinchi javob. Bu yerda text va image shaklida kiritishimiz mumkin. Text shaklida kiritib qo'ya qolamiz. Ya'ni birinchi javobga misol uchun MySQL library deymiz. Ikkinchisiga JS library deymiz. Endi bu to'g'ri javob kiritishimiz kerak. Mana to'g'ri javob kiritamiz. Yana bitta qo'shishimiz mumkin. O'chirishimiz mumkin. Endi buni kiritib bo'ldik. Endi quizga qolganlarni kiritib ko'ramiz. Masalan, draw it, chizish. Bu yerda bir nechta variantlar beradi o'zi. Misol uchun birinchisi mas. Mana bu yerda chizishimiz, qo'shishimiz, ayirishimiz, hammasi qilishimiz mumkin. Misol uchun chizamiz. Bir nol deymiz. Bunda ham savol qo'shishimiz kerak. Misol uchun bu React kodi hisoblanadimi?
Endi buni ham ko'rdik. Fill in the blank. Ya'ni blankni to'ldirish. Bu yerda stylelarni belgilaymiz hammasining. Har xil fontlarda, har xil stylelarda berilgan. Birinchisini tanlay olamiz. Please include text here. Ya'ni bu yerning ichini to'ldiring iltimos deyapti. Misol uchun aylaylik what is real deb qo'ya qolamiz. Endi time to clean. Buni ham ko'rib o'tamiz. Question. Savol yozamiz bu yerga. What is the element? CSS and HTML deylik. Bu yerda ham to'g'risini kiritamiz. Matching pairs. Bunda savol kiritiladi va pastda ikkitalik javoblar kiritiladi. Misol uchun JS da deyapmiz. JS. Misolni shartini kiritamiz. 0 ni 2. Nima chiqaradi degandek. Add pair qilamiz. Bu yerga false error deylik. Mana kiritildi. Ikkinchisiga 0 deylik. 2 deylik. Kiritildi. Bu shu ko'rinishda kiritiladi. Poll. Yerga savol yozamiz. Misol uchun React deylik. MySQL deylik. Endi open-ended question. Bu yer description qismi bo'ladi, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar kiritib ketish mumkin. Tugagandan keyin save and exit. Mana qo'shildi. Bu yerda mening yaratgan lessonlarim, ya'ni darslarim bu. Bu yerda create yaratish, tepalarni ko'rib bo'lsak, bu izlash. Quick launch. Interaktiv videoga kirib ko'ramiz. Mana bu yerda u Nearpad ni
foydalanuvchilari tomonidan qilingan interaktiv videolar. Bu yerdan kerakli narsalarni tanlab olish mumkin. Bu ham bo'limlar, YouTube bo'limi, mening videolarim, video yuklash. Mana bugun biz Nearpadni ko'rib chiqdik. Bunda slayd tayyorlash, boshqa quiz tayyorlash, shunga o'xshash tomonlari bor. Misol uchun hammasi slide show, survey, PDF, upload slides, image, audio, interaktiv videolardan video, web content, BBC video, Nearpod 3D simulator, VR file trip, quiz, multiple choice, draft it bilan ko'rib chiqdik. Collaborate board, poll, open-ended question. Ya'ni buning funksiyalari juda ham ko'p. Bu ko'pchilik ta'lim sohasida bo'lgani uchun ularni o'quvchilar ko'proq ishlatiladi. Endi bu bepul versiyasi bo'lgani uchun 300 megabayt bizga limit berilgan. 300 megabaytning 65 megabaytini ishlatdik. Yana qancha megabayt qolgan? Buni sotib olgandan keyin bu albatta ko'payadi.